Etigenlik naşlılığı ve şişi maskildiğin çoğun küçük emmeyle yaxşı görüp yeydiğin kuvvetlik hem lezzetlik yerlik baklava tayarlaşını ügünüylüğünler dostlar. Keterlik materiallardan 500 gram un, muvaffaq miqdarda ushsaq yanıq meyğzi hamda bütün kelgan meyğiz, muvaffaq miqdarda quruq üzüm, su maydan 70 gram, 100 gram su, 70 gram şeker, 10 gram soda bilan 10 gram tuz, 70 gram hasal, 2 tal tuxum hamda bezekka 5 tal tuxumning siyirqi ketadi. Aldı bilan undan boshqa hamma keterlik materiallarni bir qacha qo'yib, shakar ergich aralashtirib olamiz. Ondan unni asta-asta qo'yib, yumshoqroq xamir tayyorlab olamiz. Muvaffaq miqdordagi quruq üzüm bilan yanıq meyğizning ustiga hasal qo'yib aralashtirib, qiyam tayyorlab olamiz. Xamirni elib 5 parchaga bo'lib zuvli qilib olamiz. Hamda hamma lisqi mos keltirib, nepizroq qilib yeyib olamiz. Lisni maylab olgandan keyin xamirni lisqi elib, ustiga bir qavat meyğiz qiyamini tekishi surkaymiz. Hamda ustiga bir qavat xamirni elib yeyib, yana meyğizli qiyam surkaymiz. Do'stlar, ko'ribmi, shekar sizlar qo'shmaganlar qo'shinglar, har kun sizlar uchun yangilik mazmunlarni tayyorlashga tirishyapmiz. 5 parcha xamirning hammani mush usul bo'yicha qat-qat elib tayyorlab olamiz. Xamirning hammani tekishi tiz bo'lgandan keyin ustiga bir qavat tuxumning siyirqini surkab, biraqli kesib etmay pichoq bilan yenik shakl chiqarib etamiz. Qo'llash yuzidan yurak belgisini besib etib saqlab olgach, davomini ko'ringlar. Shaklini chiqarib olgandan keyin har bir parcha baklavani ustiga bir daldan yanıq meyğizini tizib, ustidan changroq besib etamiz. Ondan oldin qizilgan duxovkaga silib 140 gradusda 1 soat atrofida pishirsak tayyor bo'ladi. Pishgandan keyin qiziq vaqtida chiqarib olgan shaklini izlab turib kesib olamiz. Shuning bilan lezzetli baklavamiz tayyor bo'ladi. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayoniga jiq kunlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llag'ingizga rahmat.